Assalomu alaykum, hurmatli Uyg'ur qarindoshlar. Qanday ahvollaringiz? Yaxshimi? Bugun 9 oyning 18-kuni. Bugun anglagan xo'sh xabarimni sizlar bilan tang bahramon bo'lay dedim. Amerikada Amerika vijdoni bo'lib yashayotgan bir Xitoy qiz bola ota-onasini Amerikaga ko'chman qilib ekanmoqchi bo'lib, bu Xitoy qizning ota-onasi Xitoy Kommunist partiya a'zosi bo'lganligi uchun rad qilinibdi. Lekin bu Amerikalik Xitoyning ota-onasining qo'lida Amerikaning 10 yillik vizasi bor ekan. Amerikaga ko'chman bo'lish iltimosini rad qilgandan keyin bu Xitoyning ota-onasi qo'ldagi Amerikaning 10 yillik vizasi bilan Amerikaga kelaveribdi. Aeroplan Los Angeles aeroportiga qo'nib, Amerika tambojinisidan o'tayotgan mezgilda bu Xitoyning ikki ota-onasini kirgizmabdi. Sababi shundaqla oddiy ekan. Bu ikki Xitoy ayol ayni vaqtida Xitoy Kommunist partiyasiga a'zo bo'lgan ekan. Mana bu sababdan Xitoy Kommunist partiya a'zosini Amerikaga kirgizmaymiz deb to'sab qopti. Endi bu Amerikalik Xitoyning ota-onasini shu chegaradan Xitoyga qaytarib yetish rasmiyatlarini bajarib yetibdi. İki ota-onasini Amerikaga ko'chman qilib ekanmoqchi bo'lgan bu Xitoy o'zi Amerikada bir mezgil yashab, Amerikalik girijdonni olgan ekan. Qonun bo'yicha Amerikalik girijdonlar chet eldagi ota-onasini Amerikaga ko'chman qilib ekilish bu normal ahvol ekan. Shuning bilan mushu qonunga asosan bu Amerikalik Xitoy girijdon o'zining ota-onasini Amerikaga ko'chman qilib ekilish iltimosini ko'chmanlar idorasiga sungandan keyin ko'chmanlar idorasi buni rad qilibdi ekan. Sababi ko'chmanlar idorasi aniqlash berib, bu iltimos qiluvchining ota-onasining kompartiya a'zosi ekanligini dalil keltirib turib rad qilibdi. Iltimos qiluvchi Amerika ko'chmanlar idorasiga yana qaytadan norozilik xat yozib, sizlar nima uchun Amerika qonuni bo'yicha ish qilmaysizlar, nima uchun ota-onamni rad qilasizlar deb norozilik xat yozibdi. Ko'chmanlar idorasi yana qaytadan erinmay javob berib, sen bu ahvolni prezident Trump efendimdan so'rasang bo'ladi debdi. Shuning bilan bu iltimos qiluvchi ota-onasini yanada Amerikaga akilib Sababi ota-onasiga 2 yil oldida 10 yillik viza olib bo'lgan ekan. Mana shu 10 yillik viza bilan Amerikaga akib olman deb ota-onasini Amerikaga akilibdi. Bu Xitoyning ikki ota-onasi xo'shal-xo'ram Amerika Los Angeles tambojinida o'tayotgan vaqtida chegara soqchilari tarafidan to'sib olib qaytaradigan bo'pti. Mana buningdan biz shuni ko'ra olamiz. Amerika hukumatı bundan keyin Xitoy Kommunist partiya a'zolarini Amerikaga kirgizmaydigan siyosatini amallashtiradigan bo'pti. Biz bu 2 oyning oldida mushunga munosabatli bir xabar anglatgandik. Amerika hukumatı bundan keyin Xitoy Kommunist partiya a'zolarini Amerikaga kirgizmaydi ekan, hamda partiya a'zolarining Amerikadagi urug' tuqqan bolchaqa xulum-xo'shlaridan tortib Xitoyga haydaydi ekan degan mazmunda bir xabar anglatgan. Kuzatuvchilarningki qarashicha Xitoy Kommunist partiya a'zolarining Amerikadagi urug' tuqqanlarini Xitoyga haydab etishi amallashmaydi deb qarasimi, lekin 2 oy o'tib hozir prezident Trump efendimning bu buyrug'ini o'rindayotganligi ko'rilishga boshlabdi. Mana bu Xitoy hokimiyatiga yurgizayotgan jazolarning bir turi ekan. Chunki Xitoyning kasofatidan 200 mingga yaqin Amerikalik fuqarolari o'ldi. Shunga Amerika hukumatı Xitoy kommunist a'zolarini Amerikaga kirgizmaslik u Amerikaning huquqi bo'ladi ekan. Hamda bundan keyin Xitoy kommunist a'zolarining Amerikada turishliq urug' tuqqanlari, ya'ni Xitoy Kommunist partiya a'zolari bo'lib Amerikaga kelib o'tiraqlashib bo'lgan butun Xitoylar bundan keyin qadam bosqich bilan qo'g'lab chiqarildi ekan. Balkim buning ichida ayni vaqtida Xitoy Kommunist partiyasiga a'zo bo'lib, keyin Amerikaga ko'chib kelib o'tiraqlashgan Uyg'urlar bo'lishi mumkin. Amerika hukumatining hozirgi strategiyalik plani Xitoy xalqi bilan Xitoy Kommunist hokimiyatini ayirib qarashgan. Ya'ni Xitoy Kommunist partiya a'zosiga a'zo bo'lgan Kompartiya a'zosi, Kompartiya hokimiyati, hukumati bilan Kompartiya a'zosiga a'zo bo'lmagan Xitoylarni ayirib qarashgan. Bu orqali Xitoyning normal fuqarolari Xitoy Kompartiyasiga a'zo bo'lsa, u chaqda avtomat shaklda chet ellarga ko'chman yoki chet ellarga sayohatga borolmaydigan vaziyati shakllandi ekan. Ya'ni aniq qilib aytganda, Xitoy xalqi bilan Kompartiya, ya'ni Xitoy hokimiyati Gonsandangni ayirib etishgan. Xitoy davlatida yashayotgan normal fuqarolar gunohsiz, asosliq butun jinoyatchi va qonxo'r qurilma Xitoy Kommunist hokimiyati deb
qaraydi ekan. Şuna Amerika hökuməti Xitay Kommunist hakimiyyətiga, Xitay Kompartiya a'zosiga, Xitay Kompartiya a'zolarining shaykillarga birdek zərbi berish orqali Xitoyda yashayotgan normal fuqarolarning uyqusini ichishgan. Hozir Amerikaning davlat bexatarlik organi, Amerika ko'chmanlar idorasi Prezident Trump efendimning buyrug'ini ijro qilib davomlashtirayotganligini bilsak bo'ladi ekan. Endi bundan keyingi taraqqiyot bo'lsa, Amerika hukumati va G'arb dunyosi birlikda ittifoqlashib Xitoy kommunist hokimiyatiga ig'ir zarba beradigan vaziyat shakllanishga boshladi. Bu iblis Xitoy kommunist hokimiyati bir asrdan buyon Uyg'urlarni qonliq qirg'inchilik qilish bilan birga, ya'ni G'arb dunyosi bo'libmi Amerika davlatining hukumat qatlamlariga singib kirib, Amerika davlatining nozik fan texnikalarını o'g'irlash, hukumat amaldorlarining shaxsiy ma'lumotlarini o'g'irlash, hattoki davlat mudofaa organlariga singib kirish, oxirida Amerikadagi davlatni vayron qilib etish harakatlari ko'rilib, undan boshqa Janubiy dengizlarda ko'plagan orollarni yasab, u yerga kengaychilik qilish, qo'shni davlatlarni qarzga bo'g'ib, u davlatlarning ziminini tortib olish, Hong Kong masalasida Birlashgan Davlatlar Tashkilotida tuzgan xalqaroliq akti nomidan yenib olish, Tibet Uyg'urlarning inson haq huquqini dafsanda qilib, Uyg'urlar ustidan irqiy qirg'inchilik ilib berish, ya'ni kelib hozir ishki Mong'oliyada Mo'ng'ol xalqini qirg'in qilish harakatini davomlashtirayotgan mushundaq vaziyatda Amerika davlat boshchiligida butun Yevropa davlatlari, Yaponiya qatorliq davlatlar Xitoy davlatiga jazo yurgizish qadami boshlandi. Hozir Amerika hukumati nuqtaliq zarba beradigan Xitoyning 100 ming kompartiya a'zolari bor ekan. Mana shu Xitoyning nuqtaliq 100 ming kompartiya a'zosi Xitoy kommunist hokimiyati uchun butun eski ishlarni qilayotgan deb qaraydi ekan. Shunga Amerika hukumati hozir dastlabki qadamda Amerikaga kelmoqchi bo'lgan Xitoy kommunist partiya a'zolarini Amerikaga kirgizmaslik, undan boshqa atalmish Xinjiangdagi kommunist bosh sekretar Qin Chango va Qin Changoning oyoqchilari va chaparmanlari, undan boshqa vatanimizga Wang Jing boshlab kelgan Bingtuanlarni jazolash buyrug'i chiqarib, jazolash qor tizimligi ilingan shaxsiy korxon hukumat organlarining chet eldagi butun mol mulklarini, iqtisodlarini to'ng'itish, undan boshqa Yevropadagi mol mulk iqtisodlari bo'lsa, uni to'ng'itish qadamini boshlayotdi. Bugungi qisqa xabarimiz mishagicha bo'lsin. Hammanglarning juma kuni xayrlik bo'lsin.